Zetrok, spasiba za igru. Paradise degan o'yinchimizga bitta qaraymiz. Voy onasini esa akkaunt qaranglar, One Punch Man bor ekan agalar. Jemperligi ham bormi? Okay, qiziqda. Mana shu eng legendasi One Punch Man o'zi emas. Nu ana u Jemperda o'zi legenda. Xo'p. Voy, bu o'zini vaqtida shunaqa o'ynagan ekanlar, boru 18 marta Znak Master, faqat Master olganlar, bir marta Quick ratingida ekspertga chiqqan ekanlar. Bu ratingida ham, voy, bu ratingida vashi normal ekspertga chiqib qo'ygan ekanlar lekin. Xo'p, kelaylik. Hozirgi statistikalarda faqat bu rating ko'ra olar ekanmiz, ketdi bu rating ko'ramiz. Hozirgi statistikalarda 56.94% почти победа bilan o'ynaydi. Headshot 45.21%. Kim bilan o'ynasa ham hamma o'yinchilarga headshot bilan javob berib kelgan ekanlar. Почти 80 почти 90% headshot urib kelgan desa ham bo'ladi. Ko'rganini headshot bilan o'ldirgan, Davidga zajin qo'ygan uchun tushib ketib qolgan. Xo'p, оружиyalarga o'tamiz. Eng yaxshi ko'rgan оружияsi, voy onasini XM8 ni sevaman deb o'ynar ekanlar. Bilinib turibdi. Headshot 100%. Voy onasini. MP40 ni yaxshi ko'radilar, MK ni yaxshi ko'rar ekanlar. 3 ta kolleksiyani sevaman deb o'ynar ekanlar. Eng yaxshi ko'rgan оружияsi albatta XM8 bilan MP40 ekan. MK ni ora-orada olib turadi xolos. Ba'zida qo'liga tushib qolar ekan, всё. Gap yo'q ekan, paradoksga qoyil qoldim.